tushda qon oldirish ko'rishning ta'birlari. Tushda badandan qon oldirgan kishi do'sti bilan shirin suhbat quradi. Yigit kishi qon oldirsa, raqiblaridan ustun keladi va boyiydi. Tomiriga nishtar urdirib, qonini oqizgan kishi Xudodan qo'rqadigan kishi bo'lsa, azoblardan qutuladi. Aksincha bo'lsa, hurmatli inson tomonidan jazolanadi. Qo'lidan ko'p qon oqqanini ko'rgan kishi kasallikka yo'liqadi. O'ng qo'lidan qon oldirgan kishi boy badavlat bo'ladi. Chap qo'lidan oldirgan kishining do'stlari ko'payadi. Biror kishining badanidan, tanasidan qon qolmaydigan darajada qon oqsa, u kishining ajali yaqin bo'ladi. Badandan qon oldirish, o'qish, yozish va qo'rquvni yengish deb ham ta'birlanadi. Qon olgan kishi keksa bo'lsa, yaxshi hisoblanadi. Mard kishi bo'lsa, izzat, hurmatdan darakdir. Og'zidan ko'p qon kelganini ko'rgan kishining qo'liga ko'p mol-mulk tushadi, ammo yashirin siri oshkor bo'ladi. Homilador ayoldan tushda qon olinishi farzandning tug'ilishiga ishoradir. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.